hayotda bepul narsa yo'q. Odamlar bu tekinga bog'lanib qolishadi. Ko'pchilikka yoqadi bu narsa. Tekinga kelsa hamma narsa. Va xuddiki bunaqa insonlar atrofimizda hammaga majburdek qarashni boshlashadi. Mana shu sistemadagi qattan bu fikrlar kelib chiqadi. Energiya almashuvi qonuni mavjud. Energiya almashinuvi har doim adolatli va har doim mavjud. Biz xohlaymizmi yoki yo'qmi, ko'ramizmi bu narsani yoki yo'qmi, tushunamizmi yoki yo'qmi, qancha bersangiz shuncha keladi. Energiya almashinuvi qonuni 100% ishlaydi. Qayerdadir tekinga biror narsa olgan bo'lsanglar, o'ylab ko'ringlar. Ishoning, uni pulini albatta to'laysiz. Albatta, faqat siz uni qayerda, nima uchun to'laganingizni tushunmay ham qolasiz. Ya'ni sizda qandaydir bir buzilishlar, yo'qotishlar, vayronagarchiliklar bo'lishi mumkin-da. Uyingizda bir narsa buzilib qoladi, mashina misol uchun yoki bo'lmasa ba'zan shunaqa holat bo'ladi, hamma joy normalniy, hamma joy yaxshi ketyapti, lekin ko'chada qaysidir shtraf keldi mashinangiz uchun. Xuddi shunaqa ishlaydi.